Menga qarang, siz qanaqa taksisiz o'zi? Chaqirganimga qancha bo'ldi? Men ishga kech qoldim. Nima bo'ldi, opa? Nimaga asabiylashibsiz? Tezroq kelingman, bilmayman. Nima bo'ldi yana? Taksi chaqirganimga 1 soat bo'ldi. Boradigan joyimga kech qoldim. Ammo mashinangiz bor edi-yu, siz qani? Mashina borlikka bor, prava yo'q. Bitta pravami muammo. Shu prava muammo. Pulingiz bormi o'zi? Pulingiz bo'lsa pravani bir zumda his qilamiz. Men yuqori tashkilotlarda ishlaydigan tanishlarim bor. Shundoq pulini beramiz, bir deganda prava tayyor de opa. Aniqmi? Albatta voy. Xuddi shunga o'xshash holat Jizzaxda qayd etildi. Ya'ni bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasida mas'ul lavozimda ishlovchi shaxs Jizzax shahrining Qaliya mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaroni yuqori lavozimdagi tanishlari orqali BS toifali haydovchilik guvohnomasini hech qanday imtihonlarni topshirmasdan 15 kun muddat ichida to'g'rilab berishiga ishontirgan. Evaziga undan 1700 AQSh dollari talab qilgan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda Sharof Rashidov tumani So'loqli mahallasida yashovchi ushbu 1981 yilda tug'ilgan qaro pullarni olgan vaqtida protsessual tartibda ushlangan. Aniqlanishicha, ushbu shaxs avval ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilgani uchun sudlangan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Poraxo'rlik jamiyatni ichidan yemradigan illat. Bir insoniy nafs yo'lida qilgan shu kabi xatti-harakatlari minglab odamlarning ishonchini yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois halollikni, to'g'ri yo'ldan yurishni o'zimizdan boshlaylik.